Panay xursandamiz. O'zimiz Xorazm viloyati Qazaras tumanidan o'zimiz Zemil akam, o'zim ham Qazaristonman. 18-avgust kuni 2025-yil ishlari boshlanadi. Rossiyadan bessrochniy zapreti bor edi. Popon час 127 Federal zakon 114. Ya'ni bu zapret to'lanmagan shtraf uchun qo'yiladi. Ya'ni umrbodlik bessrochniy deb aytiladi. Xudo xolasa yana zapretlari asilda ekrandan qo'yamiz. Yana qabul qilasiz. Rahmat. Necha kunda hal bo'ldi shunday ishingiz? Xudo xolasa 2 oy to'shni bir kun. 2 oy bo'ldi, ha? Shu yilning 18-oy. Nima sababdan shu shtrafni oldingiz? Bir tushuntirib Shu ketsangiz. 2000 rubl shtraf ochishganmi? Shu bizlar bermagan shu shtrafni. Shuni bizlar bilmaganmiz. Shuning bilan keyin avtomatik Nechik bo'lgan olishdan nima sababdan qo'ygan shuni tushuntirib bersangiz. Shu bizlar patent olmaymi buni ishlatishganmiz. Shunda bizlar patentga topshirgansiz, patentingiz chiqmay turib, ish boshlavergansizlar, ishlagansizlar mumkin emas. Shunday uchastkada turib, shundan bizlar shtraf yozganlar, lekin bizlar shtraf keladi deb bermaganlar bizlar. Necha rubl shtraf urdi? 2000 rubl shtraf bor ekan. 2000 rubl, ha. Sizlarga rekvizitlarni bermagan. Bermagan ham to'la o'zi registratsiyaga yuberaman degan, yuberamayapmiz bizlar registratsiya uy joyini. Shu bilan keyin uyingizga qaytib keldingiz, yana bojak bo'lsangiz o'talmaysiz, to'g'rimi? Shuning uchun avtomatik uji bazachilar ekanini zapata chiqaramiz. Chet el fuqarosi Rossiyadan farq yo'q. Nechik tarzda shtraf oldim, 60 kun ichida to'lash kerak. 61-kun to'lasangiz ham shu Popon час 127 Federal zakon 114 bilan zapret qo'yiladi. Xudo xolasa yana xursandamiz ishi hal bo'ldi. Moskvadan turib hal bo'ldi. Xudo xolasa, ya'ni Moskvada bizning ishonchli advokatlarimiz bor. Moskvada sud orqali bo'ladi. Damin Ispardi 4 advokatimiz va xudo xolasa yana bugun shu 18-oktyabr kuni ochildi, yana bugun ko'rishib turibmiz. Endi ag'a sud qarori MVD, FSB, migratsiya bazalariga borib, butkul zapretingiz bazadan o'chib ketish uchun 15-20 kun vaqt kerak bo'ladi. Xudo xolasa, o'zimiz havola etamiz, tekshiramiz. Nera bojak bo'lsangiz, xudo xolasa borasiz. Rossiyaning xohlagan joyingizga borasiz. Kim sizga avval ham aytganman, zapretning patent olishga aloqasi yo'q. Ag'a. Shunda bir o'zingizni bir nengizni aytib bersangiz xulosangizni. Nima deymiz shu bir aviauzning nimalariga, obunachilarga hammaga katta rahmat deyman. Shu sizlar ham shu zapretni o'zingizga topshiringlar. Vaqtida shu yana ishonchlarga vaqtida shtraflarni to'laveringlar deng. To'laveringlar, bizlar o'shada zapret chiqamanglar. Nima deymiz? Katta rahmat. Shu avvalini bo'ladi. Sabr, rozimisiz axir? Roziman. Bo'ldi. Xudo xolasa Rossiya borganingizdan ham bir video tashlab berasiz. Ko'p yana negativlar bo'ladi-da. Xudo xolasa. Ular ko'rib yana donish bilishib o'tirganda da men danisizmi o'zi? Tanima. Yo'q, avvaldan donirmadingiz. Qardashmizmi? Yo'q, avval doim deyapti. Shu Instagramdan aytib, Instagramda ko'rdingiz, to'g'rimi? Bilan olib, shu. Bo'ldi, qarang, nera borajaksiz endi xudo xolasa. Shu bizlar shu Stavropolskaya boramiz, Kislovskiga boramiz. Bo'ldi, qarang, ag'a. 15-20 kundan xabar etamiz. Borib Rossiya tushgandan keyin endi nima video tashlab berasiz, biz obunachilarimizga yana chiqaramiz buni. Xudo xolasa.